Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi borki, albatta shularning ichida seni ko'nglingga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarang-da, bir narsa bor-da, mashinang chiroyli, rasvoti ko'p. Mashinaning rasvoti oz, lekin taqib ko'p. Xullas, tabiiyni qiladigan narsa albatta topilib turadi. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri.